Assalomu alaykum hammaga. Matiz Best mashinasi benzin datchik qo'yilgandan keyin ham ishlamasa, tabloni ko'rib chiqasizlar, hamma yo'llar ishlamasa, oxirgi ko'rib chiqiladigan joyi. Xo'p. Yigirma 28 noshka bilan 21 noshka birlashadi. Mana bu ikkalasi. Mana bu oqqa ahamiyat bermaysizlar, bu massa tashlab turibsiz xolos shunchaki. Keyingisi 46-noshka bilan 40-noshka birlashadi. Shu yerda o'zida hamma hal bo'ladi. Xo'p. Benzinda ishlamasdi. Shunchaki suqib qo'ychi endi. Hamma narsa qilingandan keyin ham ishlamasa, oxirgi ko'riladigan ish shu. Bu narsa через kompyuter ishlamay qolgan bo'ladi, aslavni. Shu bilan benzin datchik ishga tushaveradi. Kompyuterdan chiqarib qo'yilgan bo'ladi benzin datchik, mustaqil o'zi ishlayveradi.